Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana pechkamizni 2 etajli istadi. Birinchi etajda qurish jarayoni mana. Pechkalar nimcha qimmat narxlari ko'tarilib ketdi deydigan odamlar uchun pechkalarimizni temirlari, duxovkalari o'zimiz olib qalindan 3lik, 4lik, 2,5lik duxovkalardan qilamiz. Bozorda sotayotgan 1-2, 1-4 duxovka emas. Eshiklari ham qalin, pastga tortmalari qalin. Chugullari ham qalin. Endi keyin pechkamizni mana bunaqa joylariga agni uporniy g'ish degan bor. Shu o'tda kuymaydigan, issiqda qo'lanib ketmaydigan g'ish bor. Uni bir shtugi 150 so'mdan. Shunaqa g'ishlardan pechkamizni ichi uriladi. Shularning hisobiga pechkamiz ichi qimmat bo'lib qoladi. Endi ishlatadigan ugoniylarimiz qimmat, qalin ugoniylar. Hozir mana 2-etajni ham ko'ramiz. Mana duxovkamizni 5 tarafiga ham, duxovkada 4 ta tarafladi. Bu duxovkaning 5 tarafiga ham o't tegadi, orqasiga ham tegib pastga tushadi. Orqa tarafi mana 2 ta duxovka. Bu duxovka ham bozorda sotadigan 1-4, 1-2 duxovka emas. Qalin duxovkadan o'zimiz yasaymiz bu duxovkalarda. Yupqa duxovkalarda qo'ymaymiz. Mana shu joylarga buzilib, mana o'rni yo'q edi, pechkani o'rni. Pechka qurildi mana. Xo'tlari yana keyin qimmatligining yana bir sababi ovqat qilayotganda ovqatda hidi chiqadi, par chiqadi. Shu parlarni tortib ketadi bu pechka. Mana hozir peshanasi urilyapti. Mana shu peshanasi urilayotgan joyda ovqat pari, hidi bo'lsa, zadvishka degan narsa bor. U ham chugundan bo'lgan, ochib yopib ligirovka qiladigani. Unisi ham qimmat, boshqa pechkalarda yo'q. Endi keyin biz pechkamizni tozalaydigan. Mana akalar, 2-etajimizni qanday qilib isitadi, qanday qilib lis qo'yasizlar deganlarga, bundan oldin TikTokga ham chiqardingmi? Mana tutunma yerdan chiqadi. Chiqmaydi, kichkina. Issiq havo har safar keng bo'ladi, tarqaladigan havo bo'ladi, issiq narsa. Mana yerda havoni isitib chiqqandan keyin xuddi terimizga o'xshaydi, og'zi kichkina, ichi katta. Issiq bitta qomalib turib, mana bu yerda qomaladi, mana yerda issiq qomalib, tepadagi bu yashik issiq narsa har doim tepaga qarab intiladi. Tepa issiq, yengil bo'ladi. Tutunning gazidan ko'ra, tutunning gazi og'ir bo'ladi. Tutun og'ir bo'lganligini hisobiga tutun pastidan o'tadi, issiq havosi tepada qoladi. Mana shu yerda qomaladi. Tutun pastga qarab tushib kelaveradi. Mana yerda ham bitta bo'g'iladi. Mana shuning uchun mana shu prostranstvada, mana shu joyda issiq qomalib turadi. Maya qimunda o'tyapti, mana yerda ham mana. Bunda o'tganda tutun mayadan bunda yurib, mayadan chiqib ketaveradi, issig'i qolaveradi pastida. Mana bo'g'ilyapti mana bitta. Bo'g'ilib tepaga chiqib ketaveradi mana. Orqa tomondan ko'rsataman hozir, mana bitta xona ishlagan. Tozalaydigan, mayda bitta tozalaydigan, bu yoqda bitta tozalaydigan bor. Ikkala bir qatorlarni ko'rsatdim. Mana boyaga bitta kanalda tozalaydi, tepaga chiqqanda. Pastga tushib chiqib ketayotganda mana bittasi tozalanadi, 2 ta kanal tozalanadi. Bu taraf ham xuddi aynaqani svarka bo'lib, mana muqlar svarka qilib chiqib ketamiz. 2-etaj bu. Atrofida